Bu g'uljiliklar shu yanchiqda bijmochim pulning tayini yo'q, ishtonni qirlab qo'l atadigan odamlar deb qo'yashtiringlar. Biz maningdan faxrlimiz qaranglarmi? Resmiy faxrlimiz. Bu yanchiqda 10 tin pul yo'q, ishtonni qirlab yurishga ajoyib yuqori sapa, ajoyib yuqori psixik ish deyman. Odatiy odamlar qila oladigan ish emasmi deyman. Bu g'uljiliklar yovuz po'chil emasmi biz? Biz go'yo bir san'atmiz. Ma g'uljining chaqchaqlarining kayfiyat ko'tarishi mayak turib tursin, g'uljining ko'chalardan tatib kayfiyat ko'tarib deyman. Ma ko'chalarga kirsanglar ajoyib ranglarga to'yilgan. Ma rangli sizlarning kayfiyatini ko'tarib, bir xil xushxo'ylik yetkazib beradi. Shung biz g'uljiliklar kulib turimiz emasmi? G'uljilikning uylari kirib ketganmizmi? O'choq beshining pakiz bo'lishi bu aqlli qoida, aqlli savatma deyman. Bu uyizning yeydigan tamog'ini ishlab chiqardigan yeni pakiz tutanmagan odamlarning ko'nglining pakizlab ketishimi natayimmikin deyman. G'uljilikning u bir nisa hojatxonasiga qarab ketadi. Shu meynechilik chiqadigan sisiq turadigan yeni pakiz tutadigan ma ko'ngil ajoyib pakiz ko'ngil deyman. Ajoyib oppoq ko'ngil deyman. Shu g'uljilikda yurtvozlik deydigan hukm yo'q. Mayli qaysi yerdan bo'lsin, qaysi millatdan bo'lsin, qo'yniga Allohlaydi mahalla. Sizni bu yerda yurtvozlik qilmasangiz, sizni o'zingizning qirindishidek ko'rib deyman. Ma daryo bo'yidagi xalq muhabbatga g'arq. Ma yurtvozlikni tashlaydi. O'xshash bir tilda so'zlayotgan ma xalqning se'ayalik, semmayalik, mayalik mandaq deyishi bir xatar jumama. Biz hammamiz mushu ulug' vatanimizning tuprog'ini tuzini yeb, suyini ichib yashayapmiz. Oyshardan suvaykli ishkallarimiz yo'q-ku teqa. Shunga yurtvozlikni asla tashlaylar. G'uljining sayohat pesli keldi. Kelib ma mehmondo'st xalqni mushu zimminaga kelib, bir ko'rib, kayfiyatni ko'tarib, bir xo'shallik bilan o'ynab qaytishinglarni qarshi olamiz. Ondan boshqa mayli qaysi millat bo'langlar, shu persentlik bo'lanmayotganlar bo'lsa, bizni